Bu videomuzu görüp turgan bolsanız, demek implant narxı bilan qiziqqansız. Şu üçün qısqa və londa etib sizlərə tushuntirishga qaror etdim. İmplantasiya narxı 3 narsaya bağlı. Birincisi implantatın turuna, ikincisi onu bağlavchi qismına, üçüncüsü koronkega. Bağlavchi qism degani implantantni koronka bilan bog'laydigan qism. Bizning klinikada asosan 2 xil davlatda ishlab chiqarilgan implantantlar qo'yiladi. Birinchisi Koreyan implantanti. 200 dollardan başlap 300 dollaracha bo'lgan Koreyan implantantlar ishlatiladi. İkincisi Şveytsarski implantantlar. Bularning narxi 350 dollardan başlanadı ta 400 dollaracha bor. Bu Şveytsarski implantantlar. Bu implantantlarning bir-biridan farqlari haqida podrobniy informatsiya kerak bo'lsa, yoki ishi videomizdan yoki bo'lmasa konsultatsiyada aniq ma'lumot olishingiz mumkin. İkinci qism, ya'ni implantantni koronka bilan bog'laydigan qism. Agar biza implantantni koronka bilan bog'lashda standart abatmentlardan foydalansak, katta ehtimol bilan koronkalar kelajakda implantantdan ajralmaydi. Boshqacha qilib tushuntirsam, soddaroq aytib, koronkalar xuddi chaqlangan idishlarning ustiga gizilgandan implantantlarning ustiga bir marta kley bilan yopishtiriladi va bu butun umr qoladi. Ya'ni qachondir sizda koronkada muammo bo'lsa, teni ovqat kiradigan zonalar paydo bo'lsa, yoki bo'lmasa sizlar prikusni o'zgartirajak bo'lsangizlar, qaysidir sabablar bilan koronkani yechish kerak bo'lsa, buni imkoniyati yo'q. Koronka faqat kesib yechib olinadi va bu eng yomon ssenariy. Ikkinchisi, bog'lovchi qism agar multi-unit abatmentlar bilan ishlansa, her bir implantanta 55 dollardan pul qo'shiladi va bu nov yutib beradi. Bize xohlagan gradusdagi implantantni bir-birine parallellashtirishimiz mumkin. Bu bizlara nemeliy nagruzka beradi. Ya'ni biza implantantlarni qo'yib, ustidan bog'lovchi qismni multi abatment ishlatsak, biza временный koronka ham qo'yishimiz mumkin. Ikkinchidan, agar biza eng zamonaviy usulda ishlayajak bo'lsak, sement ishlatishimiz mumkin emas va shu tufayli biza multi unit abatmentlardan foydalanamiz va har bir implantanta 55 dollardan pul qo'shiladi. Uchinchi qismga keldik. Uchinchi qism koronkaning narxlari. Koronkamizning временный plastmassadan boshlab to dioksid sirkonacha bo'lgan turlari bor. Временный koronkamiz 25 dollardan boshlanadi. Dioksid sirk koronkamizning samil lutshisi eng zo'ri 150 dollaracha bo'ladi. Bu sizlarga tushuntirib bergan narsam hammasi materialniy taraf. Lekin buni doktor taraf ham bor. Bu materiallardan foydalanib, sifatli ish qilish uchun albatta doktordan urovini zo'r bo'lishi kerak. Doktorning urovini esa konsultatsiya vaqtida yoki bo'lmasa qilgan ishlaridan yoki profillarini ko'rib aniqlashlaringiz mumkin. Kstati, bizning profilni ham yaxshilab ko'rib chiqinglar.